Assalomu alaykum vatandoshlar, obunachilar. Biz mana yana navbatdagi darvozamizda o'z joyiga olib kelib o'rnatdik. Bu darvozamiz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumaniga olib kelib o'rnatib berdik. Bu darvozamizning razmeri eniga 3 metr 10 cm, bo'yiga 3 metr 80 cm qildik. Razmeriga o'lchab kvadrat metrini 1.300.000 so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. 2 qavatli high-tech darvozalarimizda. Listlari 2 listda bo'lgan. 2 qavatli list bo'lgan. Profillari 6x4, stenkasi 1.7lik. Darvozamiz stoykasi 8x8 profildan qilganmiz. Tagiga shivillar qo'yib berganmiz. Darvozamizning ko'rinishi. Zamok, zubur zamok, orqa tarafdan ham ko'rsatib qo'yamiz darvozani. Darvozamiz orqa tarafida. Biz to'g'ri ichida qo'yib berdik hozir. Darvozamizni ochilib kelishdan ko'rsatib. Vatandoshlar darvozamiz. Vatandoshlar darvozamiz kimga darvoza kerak bo'lsa ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab o'rnatib beraveramiz. Zakaz bo'yicha. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'rot tumanida.